Bu videoning ikkinchi qismi. Loydan epik narsalar o'lib ketishimga sal qoldi. Yana o'sha joydan kelsayapman. Sizlarga yaxshiroq ko'rinish uchun men o'zimga tungi ko'rish effektini oldim. Bu hamma sizlar uchun. Men analizlik ko'rlarim hozir. Endi nima ko'ryapti? Oltin olmani ye. Tong otyapti va nihoyat. O'ylab qarasam, xalq bizniki vashshi qiyinlik qilar ekan. Shuning uchun jimgina normalda o'ynaymiz. Ha, aytgancha, bu olamning sidini hozir sizga ko'rsatib qo'yay. Sizlar ham shu olamda o'ynashingiz uchun mana shu sid. Screenshot qo'yishinglar uchun vaqt ko'rdim. Yo'q, hali tong otmayapti menimcha. Hali ancha kutamiz. Yo'q. Cho'chib ketibman. Nezilga so'ralgan bo'lardim, lekin menda anavi yo'q. Yondirgalka. Nima bo'ldi hozir? Ko'zlarim. Sehrlangan oltin olma. Bitta teshikcha qilay. Misollarni shunga tashlab olaman. Unblinking protection. Blast protection, unblinking. Menimcha bu yaxshiroq. Buni tashlaymiz. Terini keragi yo'q. Taxta vashshi kerak narsa. Chakras bolta. Effektivность 5 bilan. Zimrat to'sinmaydi. Anvil kerak emas. Yo'q, to'xtang. Mayli, kerak emas. Mol go'shtini o'zim oldim. Shuncha o'q. Opit ko'pligini. Menga 2 stak yetadi. Sehrning oltin olmay. Bularni ko'mib olamiz. Bu yerdan esa toshni olib, rostahanaga ko'mamiz. Bu yerda hech nima yo'q. Va quyosh chiqyaptimi o'zi? Quyoshni ko'rmaganimga mancha bo'lib ketdi. Bu yerda ham ko'ylab qo'yash sal qulayroq bo'lishi uchun. Bag topdim do'stlar. Biz hozir sarazi yog'och kerak bizga. Ana. Verstak bitta. Cho'p endi. 12 ta. Men nima cho'p yasadim? Men hamma narsa moqda. Jalla qo'ydim. Endi o'zimizga pechkalarni yasaymiz. Bular to'g'ri kelmas ekan. Mayli, bularni yasaymiz unda. Sen pechka yasayman men. Bilmadim men. Bo'ldi, pechkalar davri yetib keldi. Menga ko'ngil kerak-ku endi. Mayli, ko'ngilni ham topaman-da. Panika qilmaymiz. Tong otdi menimcha. Chiqdimi? Tong otibdi. Men ketayotgandim aytgancha. Ana. Normalniy biom.
Benim suvda erigan mayli skeletni o'qilib qolib ketgan. Patsanjonda. Lekin creeperlar bizga har doim xavf soladi. Bu yoq dengiz-ku, men nima qilaman endi? Olqa qol, bu yoq dengiz. Dengiz emas ekan. Bu yerda oqqayin, u yerda tayga. Tayga boshlangan ekan. Qo'ychalar, menga yotoq kerak. Keraklas 3 ta. Bu qo'ylar yaxshilikka xizmat qilgani uchun taqdirlanadi. Ana yerda suv nimadir botqoqlikka o'xshab qo'ygan. Nima meni personajim yugurmadi. Nimani to'g'ri chiqyapti? Короче, biz ana bu yoqqa borishimiz kerak. Lavali vulqon. Vulqon bor ekan u yerda. Eshitgancha bu Azal Craft. Loy bu loy. Glina şey. Sizlarga Minecraftda qaysi go'sht ko'proq yoqadi? Moldiki yoki qo'ydiki? Kommentga qoldiringlar buni. Va biz yetib keldik. Endi yaxshi yog'ochlarni chopishimiz mumkin. Har doim bunday bug bo'lyapti. Bo'lmayapti. Bo'yimiz yetmaydi. Shunchasi ham yetib qoladi. Ortiqcha tovushlar chiqib qo'ygan bo'lsa, e'tibor bermay qo'yavringlar. Telefon kelib qoldi-da. Yaxshi o'tiribsizlarmi, charchamaydi. Men nima qilmoqchi edim o'zi? Bizga maqsad kerak. Men uni o'ylab topdim. Lekin bizga bitta narsa yetishmayapti. Maqsadning o'zi. Inventarim to'ldimi bu pastda? Yo'q. Bu nimasi ya? Puzzle filing bizga kerak bo'ladi. Buni tashlab, buni ham opit ko'payib ketibdi. Opitim ko'pda meni. Xo'sh. Sizga bu go'shtlar nima kerak o'zi? Dabdalaku. Bo'ldi ya menimcha. Yetadi. Tepaga chiqishda davom etamiz. Yiqilgan daraxtlar bezrokda bor bular, Javada yo'q. Temir. Temirni ham ko'rib olamiz. Zumrad. Ikkinchi zumrad topib oldim. Endi omadni iti bor. Ko'mir olib olish kerak. Ko'mir hali kerak bo'ladi.
Sizlarga savol. Men hozir bu videoni soat nechida olyapman? Minutlar shart emas, soat nechaligini aytsalaring bo'ldi. Ko'ngil vashshe tiqida yotibdi-yu. Ko'ngil bilan endi problema bo'lmaydi. Problema yo'q dedi-yu, shanaqa bo'ladi. Men Minecraftda ko'ngillar ko'p chiqadi. Allaqachon bir yarim dostakcha bo'lgandi. Dostak bo'ldi. Bo'ldi, bu ozginacha jeyda menga narsa yo'q, kerak emas endi. Toshda ketsa bo'ladi-ku, endi mayli, ketdagi qisqasi. Ana bu yerda bo'ri bor ekan, bo'rini savol, bo'rini hozir o'ldiraman. Bitta zarbada o'ladimi yoki yo'qmi? Yo'q, o'ldirmay qo'ya qolay. Tag'in sheriklar bo'lsa, ular kelib mendan qasos olishmasin. Vachim! O'lib ket. Tushib ketdim. Balki kimdir sirpan chiqib ketgan, moylab ketgan. Jungli. Jungli deb o'ylabman. Katta qo'yan. Bu video ham 13 yoki 14 minutdan iborat bo'ladi. Bizning vazifamiz olmos topishlik edi. Biz buni oddiy vijivaniya qilib qo'yapmiz. Biz buni hozir necha minutlik? 12 minutlik bo'libdi. Endi o'yin qotyapti. Yo'q, qishloq topdim men. Men omadliman, ko'ryapsizlarmi? Bu endi loydan epik narsalarda. Epik qishloqlar, epik qishloq. Kattaga o'xshayapti bu. Kattaga o'xshayapti, do'stlar, qaranglar. Kattagina qishloq. Bu qishloqda men yashayman endi. Yo'da ustani uyi bormikan? Mana bu videoni artefakt ko'rish shart, chunki u bedrockda samonlar yo'q deb o'ylaydi. Lekin esa bor. To'xta. Sen qanaqa kitob sotasan? Kitob. Uradi. Ko'rib olmas ekan. Oqqayin bu desa mash'alalar. Bo'ldi, mana koordinatalar mana bu yerda, mana shu koordinatalarga teleport qilinglar. Mana shu koordinataga men hozir zumrad berkitib qo'yaman. Telegram mana shu zumradni berkitib qo'ydim endi. Endi mana shu zumradni meni mana shu sidimga kirasizlar. Kirib turib, mana shu koordinataga teleport qilasizlar. Keyin topasizlar mana shu qisqasi omad hammaga. Hayır.